Men barcha Big Vlogs fanatlaridan uzr so'rayman. deb o'ylamoqchi bo'lsanglar. 3 kun oldin yo joydan qayerdandir meni videoimni YouTube promot qilishni boshladi. Qaysidir videolarni Big Vlogs kanalida yanadir kimlarnidir kanalida meni videom ko'proq mana shu videoni ko'r deyishni boshladi. Bunaqa narsa anchadan beri bo'lmayapti meni kanalimda, chunki bilishimcha YouTube agarda bir oyda bir marta bir oyda qanchadir vaqt qoldirib video qo'yadigan bo'lsangiz, YouTube buni yaxshi ko'rmaydi, sizning kanalingizni ko'tarmaydi, boshqa qilmaydi. Big Vlogsga qilgan Big Vlogs baribir Big Vlogs degan comedy приkolniy videoyim 3800 ta prosmotr deydi. Birdaniga bugun mana 8500 ta bo'lgan. Prosmotrlar bilan o'ziga yarasha yaxshi kommentlar, o'rtacha kommentlar, yana juda ham yomon, ongi past kommentlar kelishni boshladi. Yangi ko'rayotgan odamlar 95% Big Vlogs bilan Ilyos Big Vlogs box tipi box qilganini videosidan kelayotgan ekan. Esa bo'ladi уже что Big Vlogs muxlislar 650 ta komment bo'lgan bo'lsa, men o'chirmadim bitta kommentni ham. YouTube shuni yoqtiradi. Ko'proq komment bo'lsin deb meni videomni ko'taryapti. Ko'proq drama bo'lsin deb meni videomni ko'taryapti. Sizlarga komment yozayotganingizga rahmat. Qancha ko'p yozsanglar, shuncha meni YouTube ko'taraveradi. Bu конечно yaxshi narsa. Odamni haqiqiy yuzini, ba'zi bir mana shunaqa odamlarning haqiqiy yuzini ko'rsatish dunyoga. Bu video bir oy oldin chiqqan bo'lsa, bir oy oldin birinchi kunidan menda shunaqa pozitiv, shunaqa hamma menga kommentlarda ham, social mediada ham, даже kuchli youtuberlar ham meni qo'llab-quvvatlab, Millionli konsertidan yaxshi chiqqan, Millionli konsertini ko'rdim, buni ko'rdim, men ko'proq bunda maza qildim dedi. Bu narsani qilishdan ham maqsad nima edi? Qilayotgan ayblarini, bu ayblari emas, qilayotgan xatolari balki o'zi tushunmasdan yaratayotgan kontenti, yaratayotgan videolarini ozgincha bo'lsa ham уровеньni ko'tarish. Chunki bu yoqda odamlar bor jon-jahdi bilan 2 kunlab syomka qilib, 3 soatlab, 4 soatlab montaj qilib, o'shaning ustida ishlagan videosi qaramsiz bo'lib qolib ketyapti-da. Anariyoda tub qilib mana bunaqa qilib yurgan videolarini odamlar wow qilib tashyapti-da. Odamlarning ongini, miyasini buzyapti bu narsa. Qanchadir prosentga bo'lsa ham. Odamlar haqiqiy yaxshi kontent, haqiqiy yaxshi video, yaxshi montaj qilingan, yaxshi olingan, yaxshi ssenariy qilingan, yaxshi kontent qilingan video qanaqaligini esidan chiqarishyapti. O'sha narsani ko'rib turib, men jahl qilib bir tarafdan, ikkinchi tarafdan balki o'sha narsani bu chetdan kimdir gapirsa, prikol qilib, uni so'kmadim, uni boshqa qilmadim. Prikol qilib, qilayotgan ishlaring mana shunaqa chetdan ko'rinyapti deb gapirsam, balki to'g'ri tushunar. Balki o'zini kontentini o'zgartirar deb gapirdim. Bilardim orqasidan mana shunaqa hate kelishini, orqasidan mana shunaqa yomon komment kelishini. Men to'g'risi bunaqa stagedan, bunaqa joydan o'tib o'tganman. Boshida YouTube'imni boshlaganimda bir ikkita odamlarni jig'iga tegadiganmi, yoki bo'lmasa o'zbek millatiga bunaqa narsa to'g'ri kelmaydi deydigan qanaqadir temalarda video qilganimda men xuddi mana shunaqa kommentlarni oldim. O'sha paytda nima deydi? Hali YouTube'ga yangi bo'lganimga, hali odamlarni bu darajada vahshiyligini bilmaganimga qanaqadir ta'sir qilib, orada 4-5 oy video qilmadim. Chunki qilayotgan mehnatim, yo'qotayotgan vaqtim agarda ko'rayotgan odamlardan ozgincha bo'lsa ham noo'rin kritika, o'rinli kritika bo'lsa ham men to'g'ri qabul qilardim. Hozir bu kommentlarni ko'rib, prosta kulyapman. Mana bittasi mana bu yoqda vaznimga gapiryapti. Sen YouTube'dan chiqib ketishing kerak, YouTube'da bo'lishing kerak emas, sen lutchi jimga borgin deyapti. Ili bo'lmasa tinmasdan so'kinish. Ili bo'lmasa Big Vlogs
yosh bola. Sen bo'lsa katta bola bo'lib turib, uni ustidan kulganing noto'g'ri bo'ldi. Endi mana shu yerda tushuntirib beraman sizlarga. YouTube'da hali bu janri katta emas. YouTube'da bu janri tanilgan emas. Qilgan bo'lsa bir gal Anvar Zakirov qildi. Shunga o'xshagan janri Amerika YouTube'ida. Rossiya YouTube'ida ham menimcha adashmasam, men rossiyskiy YouTube'larni ko'rmayman, YouTuberlarni ko'rmayman. No, menimcha ruslarda ham bu narsa rivojlangan. Aytadigan bo'lsak, masalan, amerikanskiy YouTuberlardan PewDiePie bor. What's up? Don't start talking because I'm in the middle. You'll get lost. Stop. Why is there a 5-year-old there? What is happening? Okay, then do it then. Then do it. Wait, sorry. You sent me a picture of your hand. I was right next to you. Bitch, you turn okay, but Tell him. Where's your mom? Can someone tell me? Why is there a little kid here? Jesus. Xuddi mana shunaqa janrda videolar qiladi. H3 production bor. Songs dedicated to every daughter that told me I never amount to nothing. To all the people This is reggae? who put me down and made fun of me when I was just trying to go after something that I really wanted. With the dream, you know what I'm saying? Ha, it's all good, baby. Don't do it. You like this shit right there? I wasn't supposed to be honest. This is your idol? How could they do this? No. It's like 8. Xuddi mana shunaqa janrda videolar qiladi. Даже karyerasini mana shu janr orqali yaratgan. Kommentda aytaylik 40%, 50, menimcha 50-50 ketyapti hozir 50% yomon gapirayotgan odamlar. So'kimayotgan odamlar behudadan behuda. Bemalol kirib o'shalarni kontentini, videolarini ko'rishinglar mumkin. Чтобы bu videoni ham yaxshiroq boshqacha ko'z bilan tushunishinglar uchun. Borani duxing yetsa prezidentga gapir. Prezident ham odamlarning orqasidan gapiryapti-yu. Prezident ham odamlarni qilayotgan yomon ishini sen mana bunaqa ish qilyapsan, nimaga bunaqa qilyapsan, tur chiq yo'qol bu yoqdan. Ili bo'lmasa to'g'ri ish qilgin deb gapiryapti-yu. Yana ko'pchilik kommentda aytgan narsasi ashulang. Yozgan ashulang Big Vlogs'kidan ham g'alati-yu, ili bo'lmasa detskiy-yu, ili bo'lmasa xatoyu, yo'q degan bolalar ham parodiya video Umidjon Shermatov ayrildik-ku bizlar deb aytgan ashulasiga parodiya qildi. Bo'lgan ediki, biz birga aylanardik kechalari senlar. Yosh bolaligiga keladigan bo'lsa, yosh bolani ishi, sen ham yosh bolaligingda mana shunaqa bo'lgandirsan, mana shunaqa bo'lgansan, burningdan kokain oqizib yurgansan, boshqa deb gapirganlar ham bo'ldi. Ko'pchilik o'zi mana shu narsaga yopishdi. U yosh bola, sen ko'p katta bolasan, sen ko'p katta bo'lib turib, mana shunaqa ish qilyapsan, ustidan kulyapsan, sen o'zing sharmanda bo'lasan. Qanaqasiga men sharmanda bo'lishim kerak agarda boshqa ko'rayotgan ko'p-katta men tengi yosh odamlar voy zo'r qilyapsiz Big Vlogs, voy omad sizga, voy gap yo'q deb men bu miya nol bo'lsa-da, kimdir bu yoqdan chiqib turib haqiqatni gapirsa odamning basharasiga aytsa-da, sani kontenting musor deb kimdir gapirsa, rost ekan musor deydi. Men chiqib turib ana yerda yaxshi olayotgan, yaxshi ish qilayotgan, boshqa qilayotgan odamlarni kelib turib gapirsam-da, ya sani narsang musor, sani narsang mana bunaqa, meniki zo'r deb gapirsam, bu o'zi hasadgo'rlik bo'ladi. Musor narsani musor desa, bilmadim. Men 18 yoshimda tegimda o'zi mashina bo'lgan. Просто так mashina. Mashina bo'lgan. O'zimni ishim bo'lgan. O'zimni eplab, o'zimni ko'rsatganman. Video taraflama ham, boshqa taraflama ham o'zimni adultligimni, o'zimni katta bolaligimni ko'rsatganman 18 yoshimga kirganimda. Nimaga aynan odam 18 yoshga kirganidan keyin balog'atga yetdi deydi? Nimaga aynan 18 yoshga kirgandan keyin odam qilgan ishlariga o'zi javob beradi, ota-onasi emas. Agarda Big Vlogs 18 dan oshgan bola bo'lsa, o'zi adashmasam aytish bo'yicha 19 yosh. 19 yoshli bola
miya ma bu. Hali ham 12 yoshli bolani miyasi bo'lsa, bu unga pozormi ili men o'sha narsani ko'rsatib berayotganim men pozor bo'lyapman. Короче, bitta temada gapiradigan bo'lsam, gap ko'p, bu tinmaydi hech. Men bilaman hozir bu videoni chiqazganimdan keyin ham bu videoga ham nimadirlar deb haterlar, ili bo'lmasa o'sha Big Vlogs fanatlari nimadirlar deb bahonalar topishi mumkin. Mana sizlarga faktlar bilan keltirib berdim hamma narsani. Nimaga unaqa? Bu yoqda kim noto'g'ri, kim to'g'ri, kim sharmanda bo'lyapti. Shu bilan bugungi videoni mana shu yerda tugataman. Обязательно like bosing, subscribe qiling, haterlar komment yozing. Tinmasin.